Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida yozgi ta'til davrida oliy va kasbiy ta'lim muassasalari, akademik litseylar, talaba va o'quvchilarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish borasida viloyatimizda tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu borada Respublika ishchi guruhi tomonidan joylarda oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilgan ishlar o'rganilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali misolida davom ettiradi. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida reja grafika asosida tashkil qilingan mashg'ulot va tanlovlarga hamkor ta'lim muassasalari hamda yaqin atrofdagi mahallalardan 2000 nafardan ziyod yoshlar qamrab olingan. Tashkil qilingan san'at ko'rgazmasida oila, bolalik, vatan mavzularining yetakchilik qilish yoshlarning vatanga sadoqat, oilaga muhabbat ruhida kamol topishiga zamin yaratadi. Bu tanlovlarning maqsadi talabalarni madaniy hordiq, ya'ni faqat o'qiverishdan emas, madaniy hordiq olib dam olishi hisoblanadi. O'zim ham yaxshi ko'raman rasm chizishlarni. Rasmdan tashqari qo'shiq aytish sohasida ham yurib boraman. Raqs tanlovlarida ham qatnashib boraman. Oliygohimizda bunday tanlovlar ko'plab bo'lib turadi va bunda barcha o'quvchilar qatnashadi. Oliygohda aholining barcha vakillari uchun kunning istalgan vaqtida sport inventarlaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Bu esa tibbiyot sohasining asosi hisoblangan sog'lom turmush tarzi targ'ibotining bir namunasidir. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida yoshlarni nafaqat bilim berish, ilm o'rgatish, balki sport bilan shug'ullanish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish borasida ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Dolzarb 90 kunlik doirasida amalga oshirilayotgan tanlovlar, sport musobaqalari, turli xil ko'rgazmalar albatta talaba yoshlarning faqatgina sog'lomlashishlari, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishlari emas, o'z iste'dodlarini ham namoyon qilishga imkon yaratmoqda. Ularni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida ham tashkil etilgan to'garaklarni ko'rdik. Yoshlarimizni ko'zida nur yog'ilib turibdiki, haqiqatan ham ozgina bo'lsa ham o'zlarini shu darsdan tashqari o'zlarini shu ustlarida ko'nikmalar asosida bilimlarini mustahkamlayaptilar. Shuningdek, biz ularni sog'lig'ini tiklash maqsadida ham butun respublika bo'yicha barcha kasbiy ta'lim muassasalari, akademik litsey va oliy ta'lim muassasalarini eshigini ochib qo'ydik. Sport muassasalarida sport inventarlarini, sport jihozlari bilan ta'minladik va axborot resurs markazlarimizni yoshlarimiz qiziqadigan badiiy adabiyotlarni to'ldirgan holatda ularni ertalabdan to kechga qadar ishlash tizimini tashkil qildik. Oliygohda hozirda 40 ta fan, 5 ta ijodiy, 5 ta sport to'garaklari hamda 5 tashabbus bo'yicha muntazam ravishda mashg'ulotlar tashkil qilingan. Ularda talaba yoshlarning faolligini ko'rish mumkin. Yoshlarning vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida hozirda respublikamizda Dolzarb 90 kun loyihasi ishga tushirilgan. Bunga ko'ra bizning institutimizda ham shaxmat, shashka, zakovat turnirlari olib borilmoqda. Bularda men ham faol ishtirok etmoqdaman. Bundan tashqari har doim bizning institutimizda festivallar, konsertlar, har xil turdagi o'yinlar ham tashkil qilinadi va bular juda ko'tarinki ruhda hamma yoshlarni jalb qilgan holatda o'tkaziladi. Va bu tadbirlarda yoshlarimiz nafaqat dam olishadi, balki o'z iste'dodlarini ham namoyish qilishadi. Professor o'qituvchilar bilan birgalikda talabalar tomonidan tashkil qilingan adabiyot kechalari, mutolaa madaniyati ularni kitobga bo'lgan mehrini oshirish, kitobxonlar safini kengaytirishga zamin yaratadi. Bu yerda nafaqat bizni tibbiyot oliy ta'lim muassasasining talabalari kelib bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazadi, balkim grafik asosida mahallalardagi, maktablardagi yoshlar, uyushmagan yoshlar ham grafik asosida kelib mana shu yerda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazadilar. Ularga bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun filialimiz talabalari bilan bir qatorda sport maydonchalarini ochib qo'yganmiz, trenajyor zallarini ochib qo'yganmiz, to'garak xonalari ishlab turibdi. Bundan tashqari mana shu to'garaklarda ingliz tili bo'yicha to'garaklar tashkil qilganmiz. Bepul to'garaklarda nafaqat filialimiz talabalari ishtirok qiladi, balki mahallalardagi uyushmagan yoshlar va maktab o'quvchilari ham keladi. Endi Dolzarb 90 kunlikni har haftani har kuniga mana shunday tadbirlar ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki ruhda filialimizda o'tkazilib kelinmoqda. Bundan tashqari Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida bir talaba uchun bir loyiha dasturi, robototexnika to'garaklari, talabalar media guruhlari faoliyati barcha oliygohlarda yo'lga qo'yilgan. Bularning barchasi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilibgina qolmasdan, o'z iste'dodlarini namoyon qilishga ham zamin yaratadi.